Assalomu alaykum ustoz. Sizni 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizga sihat salomatlik, oilangizning farovonligini tilayman. Siz bizga nafaqat ona tili va adabiyot fanlaridan, balki hayot saboqlarini ham o'rgatib kelmoqdasiz. Sizni bu qilgan ishlaringizni albatta qadrlaymiz va kelajakda bularni ishlatamiz. Aziz ustozim, sizni 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizning mehnatlaringiz va sabablaringiz biz uchun bebaho boylikdir. Sizga sog'lik, uzoq umr, baxt, saodat va biz o'quvchilaringizning yuksak yutuqlardan kamol topishingizni tilab qolaman. Men sizni 1-oktyabr ustozlar kuni bilan tabriklayman ustoz. Har doim shunaqa sog' salomat bo'ling. Hech qachon bizga dars berishdan charchamang. Har doim go'zal, latofatli inson bo'lib yuring. Dunyodagi eng yomon kuningiz ham shunaqa xursandchiliklarga boy bo'ling. Assalomu alaykum ustoz. Bugun 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bo'lganligi uchun sizni chin qalbdan muborakbod etaman. Sizga sog'lik, salomatlik, ishlaringizga rivoj, eng asosiysi hech qachon kasal bo'lmang. Har doimgidek latofatli va guldan nam chiroyli bo'lib yuring. Yana bir bor bayrangizdan tabriklayman ustoz. Hurmat ila erkatoy o'quvchingiz Kumushdan. Tabriklayman ustoz. Tabriklayman ustoz. Tabriklayman ustoz. Tabriklayman ustoz. Tabriklayman. 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 Tabriklayman ustoz. Tabriklayman. 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 Bizni qadrli ustozimiz Dilafruz Olimjonovna, bugungi bayramingiz bilan hammamiz sizni chin qalbimizdan tabriklaymiz.